Ikkinchi o'rta vazn toifasida WBA Kontinental Amerikasi kamari sohibi Bektemir Meliqo'ziyev Las Vegasda o'tgan jang kechasida ringga chiqdi. Hamyurtimizga ancha tajribali bo'lgan 29 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyatli rekordga ega afrikalik assassin taxallusi bilan mashhur Sena Agbeko raqiblik qildi. Boshdanoq barchasini nazorat qilib, yaqqol dominantlik qilgan Bektemir 3-raundda raqibni muvozanatdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi. O'z navbatida Agbeko ham zarba ko'tarish bo'yicha anchagina chidamli ekanini ko'rsatdi. 4-raundda esa Meliqo'ziyevda kichik jarohat yuzaga keldi. Bu aniq zarba natijasida emas, balki Senaning manziliga yetib bormagan zarbasi hamyurtimizning qoshini biroz shilib o'tdi. Bu hech nimaga ta'sir o'tkazmadi va Bektemir 7-raundga kelib barchasini hal qildi. Chap tanaga o'ng qo'lda huk boshga kuchli chiqdi. Bu zarbalardan keyin Agbeko kichik raqsni ham namoyish etdi. Shunda ham referi imkon berdi davom ettirishga, biroq Meliqo'ziyev bitta jeb bilan ko'rsatdiki, buyog'iga foydasi yo'q. Shu tariqa Bektemir faoliyatidagi 17-g'alabasini nishonladi va WBA ikkinchi o'rta vazn toifasida chempionlik kamari uchun haqiqiy da'vogar ekanligini isbotlab qo'ydi.